musofir bo'lgan, men ham musofir bo'lganman. Ya'ni uylanaman deb 30.000 rublga ishlaganman-da. Uylanaman, Rossiyaga borib 30.000, 35.000 rublga ishlaganman. Borish biletimizni olganmiz. Yemoq ichmoqni ham o'zimiz qilardik. Hozir bugungi kunda kommentariyaga to'g'risini yozavering. Sizlar bizni ham shunaqa bo'lganda hozir menga 130 mingga ish chiqyapti. 130 mingga. Ustakalar, joninglar sog' bo'lsin, omon bo'lsin, malades. Hozir sharoitlar yaxshi bo'lib ketyapti. Alhamdulillah, uje hali arzon ish anaqalar qolmadi. Dokumentlaringizni besplatni qilib beramiz deyapti. Borish biletlarini olib beraman uka deyapti. Yemoq, ichmoq hamma yo'g'ini cho'pka qilib beraman deyapti. Bemalol bizga aloqaga chiqing, срочный. Men 7 oy, bir 6 oyda hisoblasam 780 ming bo'lyapti. Yana bir yil ishlasa, 1 yil. Men ham 10 oy ishlaganman-da, lekin 1 yil ishlasangiz 1.560.000 so'm pul bo'lyapti. 1 yil ishlasa. 1 yil ishlasa ukada yana qaytish biletini ham beraman deyapti. Endi hali kaska kiymay, bir narsa shtrablar bo'ladi. Shtrablarni ham to'lagizib beraman. Tini 130 ming oylik oladi deyapti. Agar qo'ldan ish kelmaydigan bo'lsa 120 ming, 110 ming so'mliklar ham bor ekan. Endi Yakutiya bilan bu bir qanday shaharda bo'ladi, Nirgurin degan shaharga ish, turist ishchi kerak ekan. Faqat Qirg'iziston Respublikasida yashaydigan fuqarolarga faqat срочно bizga aloqaga chiqaversalar, bizning nomerimiz 998 bilan 99 87 87 nomeriga aloqaga chiqing. Chiroyli qilib xulosa gaplashtirib qo'yaman. Borish biletingiz бесплатный, dokumentingiz бесплатный, yemoq, ichmoq бесплатный. Endi videoda oxirida u joyda ish joylarini tushuntirib o'tamiz. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Unda yerda unaqa 10 etaj, 5 etaj zdanyalar yo'q. Atigina 1 etaj, 2 etaj, ja bo'lsa 3 etaj, 4 etaj qurish mumkin. Undan oshiq baland qurilmaydi ekan. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning nomerimizni yozib oldinglar. 998 bilan 99 87 87 nomeriga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoda ish istab yurgan, ish tugab Qirg'izistonda shunaqa video odamlarga qiz jo'natib qo'yasiz. WhatsAppga skachat qilib, WhatsApp gruppalarga ham tarqatib yuboringlar. Sizlarning orqanglardan kimdir Rossiyaga borib uyga imorat qilishi mumkin, to'y qilishi mumkin, o'zini bir qandaydir ishlarini bitirib olsin inshaalloh. Ustakalar, qalbam sizlar bilanmiz. Gazini bozaveramiz. Endi akalar mana ish joylari mana tanishib o'tsanglar bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, qaysi joyda ish qilasiz, nima qilasiz, hammasini podrobniy ko'rsatib ketamiz. Bitta xonaga 4 tadan odam joylashadi. Bitta odamga bittadan shkaf, bittadan tumshga beriladi. Har bir xonada pechkalari bor. Bundan tashqari zaftliklar, oshxonalarga bemalol borib, o'zingiz o'chirga turib, ovqatlaringizni olib, endi o'chir degan unaqa katta o'chir bo'lmaydi. Albatta bemalol kelib, xonalar va keng va shinam ko'ryapsizlar, katta joyda maza qilib abid qilaverasiz. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, buni tushunib olasiz, nimalar bor. Bu yerda povlar Tataristondan kelgan halol pok odamlar ekan. Bu ovqatlarni ham yaxshi qilib, musulmonga halol qilib, pok qilib sizlarga pishirib beradigan. Bemalol qo'hmay kelsalar bo'ladi. Rus Gidra deb Google'ga yozsanglar, bu ishxona haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Rossiyada eng katta mashhur firmalardan Rus Gidra deb yozasiz. Necha million оборотda puli bor, hamma yo'g'ini kelsa ko'rsatib qo'yadi. Google'ga yozsangiz, bu ishxona haqida sizga to'liq informatsiya beriladi. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. So'ng tushib kelsa, shunaqa qilib chiroyli qilib o'rab berishadi ekan. Ichkarida ishingizni qilaverasiz. Bemalol. Aslında uylar unaqa katta etaj emas, past etajlar ekan, unaqa baland qurilmaydi. Zdanyalar agar baland qurilsa, unaqa temirda karkasi ko'tarilgan, to'lkasiz shu beton ishda 1 etaj, 2 etajlar quyiladi xolos. Kimga qiziqqan bo'lsa, aka-ukalarimiz ish kerak bo'lsa, bemalol 110 ming, 120 ming, 130 ming rubl oylikka shu yerga ishga chaqirilyapti. Endi bu shahar juda chiroyli shahar. Sizlar bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, mana shu videoda oxirida hamma videolarni qo'yib boramiz. Qiziqqan ko'kalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar.